Kelinimga mashina sovg'a qilmoqchiman. Yetish kerak. Hisoblang. Xo'p, opa, o'tirib oling. Ko'ringchi. Kelinimga deysizmi, opa? Qaynanalarga ham o'xshamaysiz. Nima sizni fikringizda hamma qaynonalar yomonmi? Yo'q. Menga o'xshagan yaxshi qaynonalar bor. Mana masalan, men trendda bo'laman. Yaxshi trend boshlabsiz. 750 proba. Bu 916 proba ekan. Buni alohida hisoblayman. Ularning holati yaxshi ekan. Izlaydi sifatida hisoblab beraman men sizga. 219.03 gram. 1 million 100 dan. 240 million 933 ming bo'ladi buningiz. Buningiz chiroyli izlaydi ekan. 916 proba. Men buni izlaydi sifatida 830 gram bo'lsa, 1 million 350 mingdan qilib beraman. Hammasi bo'lib 252 million 133 ming so'm bo'lyapti. Voy ukajonim, qo'shing endi. Hali tillalarim bor, olib kelaman. Qo'shing. Mayli, sizga 252 million 200 ming tekis qilib beramiz. Endi kelinga bir tuzukroq mashina olib beray devdim-da. Sizdagi qaynanalar ko'payaversin, yaxshi mashinalar olib bering, men sizga oz pul beraman. U boshqa gap. 100 million, 200 million, 250 million, 2 million 200. Mana ko'rdingizmi? Faqat kelinga tilla bermasdan, menga o'xshab mashina bersa ham bo'lar ekan, to'g'rimi? Trendda. Hidini qarang, hidini. Dilla o'ynatadigan ham, ko'zni qonatadigan ham. Soling. Buncha ko'p, e'tirof bilmaymanmi, tezroq kelardim. Qolgan tillalarimni ham olib kelaman. Paka. Sizlar ham skupka Zoltuzga kelinglar, tillarni qimmatbaho narxlarda sotib, shunaqa million pullar bilan chiqib ketinglar.